Va nihoyat qishloqqa ham yetib keldim. Endi bu mashinamni olib borib yaxshilab parkovka qilib qo'ymasam, yomon asabimni buzdi yo'lda buzilib qolib. Buni yaxshi ham nima edi? Qarochi qishloqqa kelgandan keyin buzilib qoldi. Agar shaharda buzilib qolganda bormi? Shahardan qishloqqacha mashinani sudrab kelyapti. Kuchim yetmaydi sudrashga. Tagidan itarardimmi bilmayman. Balki evakuator chaqirardimmi yoki nimadir qilardim qarochi. Xo'p, mayli, hozir mana shu yerga parkovka qilib qo'yayim buni. O'zi ham juda ham eski mashinada borib bu zanglab ketgan ko'ryapsizlar. Oltin rang qilib bo'yatganman. Zanglagani hech kimga bilinmasin deb turib. Endi bunaqa eski mashina bu turgandan ko'ra normal bo'lib turgani yaxshi deb bo'yatganman, lekin ichi вообще rasvo yotdi. Bet yaltiroq, ichi qaltiroq deganda. Mayli. Bu shunaqa turib tursin paka. Meni o'zim hozir bu yerda nimadir bor ekan. G'alati. Mayli, bu narsalarni bu yerdan yo'q qilib yuborish kerak. Bo'pti. Qarochi, bugun shahardan nima aytgancha barchaga assalomu alaykum, sizlar bilan yana Jo'xa. Qarochi, obunachilar, bugun shahardan borib yangi kompyuter sotib olib keldim. Bilasiz, noutbukim bor edi mana bu yerda. Bu noutbukni olib tashlaymanda endi yangi kompyuter o'rnataman bu yerga. O'shaning uchun shaharga borib keldim. Sizlarga bitta gap aytib o'tmoqchiman. Ya'ni nima gapligini, qarochi, kutib tursanglar aytaman. Mana bu noutbukni bu yerda olib tashlayman. Qarochi, obunachilar, sizlar videolar ko'ryapsizlar kanaldagi videolarda, lekin obuna bo'lmayapsizlar nimagadir. Nimaga obuna bo'lmayapsizlar? Kommentariy yozinglar chiqani. Obuna bo'lishinglarni rostsa sizlardan so'rayib obuna bo'linglar deyapman, lekin obuna bo'lmayapsizlar. Obuna bo'lib qo'yaveringlar qarochda. Mana chotki. Endi o'zimning shaxsiy gaming stream xonam bor. Mana bu protsessor nariyoqqa qarab qoldi-ku. Mayli, hech narsa qilmaydi. Buni qanday qo'yish mumkin? Boshqa usulda qo'yib bo'lmaydi. Mana monitori chotki ekan, lekin ko'zda ortmas ekan, juda ham chotki. O'zimda eski noutbukimdagi monitorchasi bor, u ko'zda ortardi. Xo'p, ana endi poliz ekinlarimni yig'ishtirishim kerak har doimgidek, chunki janob merga borib topshirmasam, keyin telefon qiladi, baqir-chaqir qiladi. Jo'xa, sen poliz ekinlaringni olib kelib topshirmayapsan. Qancha vaqt bo'lib ketdi, bilyapsanmi deydi. Keyin qarayman, hali hech qancha bo'lmabdi-ku, bir kun ham bo'lmabdi-ku desam, "Yo, nimaga bir kun bo'lmaydi? Sen aldayapsanmi men?" dedi. "Yo, aldayotganim yo'q janob mer, hali bir kun bo'lmadi, kech topshirganim" desam, "Yo, sen aldayapsan" deydi. Aldamasam ham janob mer aldayapsan deydi. Hayronman nimaga bunaqa deydi. Lekin har kuni baribir topshirish kerak-da. Har kuni topshirish kerak degan qonun bor bizning qishlog'imizda. Ya'ni bir kun yashayapsizmi, o'sha bir kun uchun soliq to'lash kerak. Tak, hozir men bu yerdagi poliz ekinlarimni tez-tez yig'ishtirib yuborsam, yangicha narsa ekkanman, ko'ryapsizlar. Bilasizlar, o'tgan galgi videoni ko'rgan bo'lsanglar, o'rmondan topib olib kelgan urug'larim, bodring, qulupnay, piyoz, guruch, shunaqa narsalar. Bu narsalar ham anchagina daromadli narsalar. Xo'p, narsalarni ortiqchasini ekib chiqdim bu yerda. Endi esa poliz ekinlarni bor solig'ini topshiraman janob merga. Bu yerdan hozir qaranglar. Qulupnika, keyin mana bunaqangi narsalar, bu narsalarni olmaydi janob mer soliq sifatida. Mana bodring, piyoz, o'sha narsalarni. Janob merga faqat qarochi nima edi, sabzi, kartoshka, bug'doy, shunaqa narsalar borib topshirish kerak. Hozir imkon boricha hammasini birdaniga olib boraman. Ong deyman, olmayman desa agar olib borib sotib yuboramanmi yoki qaytarib uyimga olib kelamanmi, xullas olib boraman baribir har ehtimolga qarshi. Olmasa ham berib ko'raman. Tak, hozir bu yerda o'zgarish yo'q. Kecha bitta mashina turgandi. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, soliqlardan keldingmi Jo'xa? Shunaqa, o'zi har doim soliq uchun kelaman yoningizga. Bo'pti. Taxlab qo'ygan, o'tgan marta taxlamay qo'yib ketgan ekansan, rasvos chiqib qolibdi xabarasani. O'shaning uchun taxlamoqchiman. Mana yangi o'stirgan narsalarimni ham tashib ketsam bo'ladimi soliq qilib? Bo'ladi. Nima narsa bor o'zi bu yerda? Guruch bor, keyin bodring bor, keyin qulupnika, piyoz, shunaqa narsalar. Mayli, piyozni qo'yib ketmasang yaxshi bo'lardi, sasiyda. Yo'q, piyoz o'zi yo'q ekan. Uyimga tashab ketman shekilli. Yo'q bo'lsa juda ham yaxshi ekan. Sasimasin deyman-da. Yo'q, janob mer, qayerdan sasiydi? Iloji boricha sasimaydigan qilib tashab ketyapman. Yaxshi unda. Qarochi, yana nima narsa bor? Bodring bor, keyin avvalgi o'zi bug'doy, shunaqa narsalarim bor edi-yu. Bo'pti, yaxshi unda. Mayli, unda men ketdim. Bo'pti. Ertagini ham o'z vaqtida olib kela. Bo'pti, olib kelaman. Aytgancha men pullarni olib ketish esimdan chiqibdi-yu. Pullarni ham olib ket, qilgan ishing uchun. Bo'ldi. Rahmat janob mer. Eshitdim yo'qmi bilmadim. Yaxshi, sotamanmi degandim, sotmasam ham baribir janob merga topshirib pul oldim. Juda ham yaxshi bo'ldi. Ana endi bitta narsa qilish kerak. Ya'ni o'sha kompyuterimga yangi narsalar o'rnatib chiqishim kerak. O'yin, shunga o'xshash narsalarni. Keyin esa boshqa ishlarim bor. Ya'ni video olishim kerak sizlar uchun, bilasizlar. Jo'xa deyapman. Jo'xa, karmisan? Qade, Jo'xa. Kimni chaqiryapti shekilli. Nima gap, nima baqir-chaqir qilasan? Menga yordam ber iltimos. Qanaqa yordam? Mashina buzilib qoldi. Uchrashuvga borishim kerak edi, lekin bora olmayapman. Qalay uchrashuv?
Bitta qiz bilan tanishayotgandim, o'shanga mashina buzilib qoldi, yordam berib. Qayerda mashinang qani? Yordam berasanmi? Ha, harakat qilaman yordam berishga. Ortimdan kel. To'xta, lekin sen to'xta, uzoqdan mashinang. O ana yoqda daraxt ko'rib olgandim, buzilib qoldi. Sen hali avariya qildingmi? Iloji yo'q, haydashdi. Unaqa zo'r bilmayman, prosta o'sha qizni oldiga borayotganimda men uyalib qolmasligim uchun mashina bilan borayotgandim. Keyin esa birdaniga daraxtga bum urildi. O'shaning uchun ham haydashni bilmasang haydama. Menga aytganingda men o'zim olib borib kelardim o'sha qizni yoniga. Esimga kelmabsan-da sen. Endi esingga tushdimi? Shunaqa. Короче, mana o'sha daraxtga urilgan joyim mana shu yer. Rasvo qilib tashlabsan hamma yo'qni. Shunaqa. Ana daraxtda seyf turibdi, ko'ryapsanmi? Ko'ryapman. O'shaning ichida короче kerakli narsalar bor. Shulardan foydalanib tuzatib ber, iltimos. Men borib hozir ustim bir ikkita zapchastlarga teginganimda kirib qoldi. Borib yangi kiyimlarimni kiyib kelay. Mayli, kiyib kelsang kiyib kel. Unda men sozlab turaman. Shunaqa qil, iltimos, Jo'g'a. Mendan qaytmasa, Xudodan qaytadi. Bo'pti. Unaqangi nima edi, duolarni keyin qilasan. Mayli, oxirida bitta chiroyli duo qilib berasan. Bo'pti. Duo qilib beraman, sozlab ber, iltimos. Mayli. Unda sen borib ishingni qilib kel, ya'ni kiyimingni almashtirib kelsan, nima qilsang qil. Bo'pti. Seyfni ochib ko'r. Bu kodlanganmi? Seyfing ochilmayapti. Yo'q, kodlanmagan. Bilmayman, nimagadir ochilmayapti-ku. Ochiladi, sabr qilib tursak ochilib qoladi. Men borib hozir unda yangi kiyimlarimni kiyib kelay. U qiz meni ancha vaqtdan beri kutib o'tiribdi. Yana ko'p kutib qolmasin, iltimos, tezroq sozlab ber, iltimos. Mayli, borsang tezroq. Men sozlashni o'zi boshlayman. Xo'p, keyin iloji bo'lsa mashinani parkovkaga borib qo'y, mana pullarni, pulmi, nima edi bu? O't berib yuboribman. O't berasan, pul ber menga. Hozir cho'ntagimda pul bor edi. Mana ekan. Bo'pti, qilib qo'yaman. Mayli, unda men ketdim, yangi kiyimlarimni kiyib kelay. Mayli, bo'pti, tezlash. Bo'pti. Kakmas tak. Bo'pti, men ketdim, bo'pti. Bo'pti demay, bo'pti, tezroq bor. Mayli, bo'pti, men ketdim. Mayli. Obunachilar endi qayoqqa ketdi? Aylanib galdirab yuribdi, nima balo. Ana endi mana bu mashinasini sozlash kerak. Qanday sozlayman? Kuluvchilarimni olib kelib, bagajlaring yechilib ketgan. Nahotki shuni ham qattiq avariya qilgan bo'lsa, bu nima qilgan? Yechib olib tashlagan hamma joyini. Seyfi ham ochilmayapti. Qanday ochaman? Hozir uyimdan borib, asbob-uskunalarimni olib kelayin, instrumentlarimni, ключ, shunga o'xshash отвертка deganday narsalarni, keyin o'sha narsalar yordamida sozlamasam qiyin masala buni sozlash. Chunki avtomobilni sozlash uchun asbob-uskuna bo'lish kerak, baribir bilasizlar. Mana shu yo'lni qaranglar, chizig'i bor. Nahotki shu chiziqqa qarab hayday olmasa. Borgan, bu yo'lni qanday burib chiqazib borgan, yo'lni chekkazigan mashinani hayronman. Balki rostdan o'zi xohlamay holatda burib yuborgandir. Nimani burgan? Yo'q, hech narsa. Jitellar bor, o'zimga gapirib ketarsam ham ular nima deb o'zicha so'rayveradi. O'zimga gapiryapmanmi, senga gapiryapmanmi, ishing nima deb ham bo'lmaydi. Kaltni ham olib borayin, tushmasa kerak uni mashinasiga. Tushsa agar haydab boraman, kaltini bermay ketdi jinni. Kaltini berib ketganda o'zini kalti bilan haydardim. Nimani kaliti? Ishing bo'lmasdan, obbo shu yaramas jitellar hamma narsaga aralashaveradi. Ishing nima desa ham umuman farqi yo'q ularga. Mayli, hozir boramanda birinchi o'rinda mashinani joyidan qo'zg'atish uchun balonni qo'yish, bu nimaga olib bordim? Balonni qo'yish kerak, keyin kapotlarini, hamma joylarini qo'yish kerak. Mana daraxtlarni urib o'tmagan qaranglar. Mana shu yerdagi daraxtlar urmagan. Aynan mana yo'ldan 1 kilometr uzoqqa turgan daraxt qanday urib yuborish mumkin? Men tushunmayapman shunga. Qaranglar. U 1 kilometr uzoqqa turgan daraxt bo'lsa, borgan qandaysiga burib yuborgan bu yoqqacha. Menimcha u yo'ldan nimadir chiqib qolgan bo'lsa, borib urib yuborganga o'xshaydi. Hozir safety birinchi sindirib olish kerak, iloji yo'q. Chunki buni sindirmasam, tak olinadigan, tushunmadim. Ichida qanaydir sandiq bor ekan safety ichida. Demak, sandiqda ichida hamma narsalar bor. Xo'p, birinchi o'rinda mana bagaj, mana ekan bagajni topdim. Bagajni o'rnatish kerak endi orqa tomonga. Mana bu safety mana shu yerga qo'yaman, yerga ichida hech narsa yo'q ekan. Mana sandiq tushdi aytgancha safety ichidan. Tak kapotni qo'yamiz joyiga. Tak endi sandiqda ichida nima bor ekan? Sandiq tepaga qo'yaylik. Mana bu yerda ekan hamma narsasi. Bu narsalar o'rnatib chiqish kerak. Xo'p, motori ham chiqib ketgan. Yo'q, hamma narsasi chiqib ketgan-ku buni. Tak endi mana balon qaysi tomondiki? Orqa tomondiki ekan, o'ng tomondiki. Tak, okey. Nima o'rnatilmayapti bu, tushunmayapman.
Hozir bo'ldi, mana ko'tarib o'rnatish kerak ekan. Mana esa tushirib o'rnatibman. Bu yerda spoilermi, nima narsa mana? Spoiler rostdan ham. Demak bu sportivniy mashina ekan, lekin qanaysiga spoiler chiqib ketgan, men shunga tushunmayapman. Hozir o'rnatib bo'lmayapti buni. Mana avval ko'tarib keyin o'rnatish kerak ekan. Tamom. Ana endi bu narsa nima edi? Eshik qayerda eshigi bu? Tushunmadim. Eshik yo'q ekan. Men old balonni qo'yib yuboraylik. Buni ham o'rnatib bo'lmayapti. Bu nima ko'tarish kerak aytgancha. Tak hozir mana ko'tardim. Chotki bu tomonda ham avval boltlarni yechib olish kerak, to'g'rimi? Bo'ldi. Ana endi tak все, normal. Mana bu eshikni o'rnatishdan oldin bagajni yopamiz. Chunki g'alati turibdi, ko'ryapsizlar. Xo'p, mana bu yerda hozir motorni o'rnatish kerak avval. Mana o'ynasimi, nimasi, kapot ekan. Tak kapot berdi, yangi kapot o'rnatamiz. Yangi kapot berdi-yu, mana. Eskisi pachaq bo'lib ketgan. Chunki eskisi mana daraxt qurilganda pachaqlashib qolgan. Hop, spoiler o'rnatdim. Tak eski bagaj. Ana endi motorni qo'yish kerak bu yerga. Tak motor, okey, og'ir narsa ekan, lekin motor bor. Hop, okey, o'rnatil nima? Mana chotki bo'ldi. Все. Ana endi qiladigan ishim mana bu eshikni o'rnatish, lekin oq eshik ekan. Mos tushar ekan oq eshik bo'lsa ham. O'zi rangi shunaqa ekan bu mashinani mana. Menimcha hammasi tayyor. Ana endi mashinani parkovkaga olib boraman. Xo'p, yuram ekan. O'zimga urib qo'ydim. Mayli, hozir to'g'rilab yuborish problema emas. U joylarni keyin kelib to'g'rilab ketsam ham bo'laveradi. Atak hozir to'g'rilab qo'ysam juda ham yaxshi bo'lardi. Mashinani hozir tekis joyiga o'rnatib qo'yayin, ya'ni to'xtatib qo'yayin, to'g'rirog'i o'rnatib qo'yamanmi? O'rnatib ham qo'yib bo'laman mashinani. Hozir shunday turib tursin. Bu namuncha bu g'alati mashina. Hozir men bu daraxtni joyiga qo'yib qo'ymasam, bu fizika qonunlariga tupurilgan daraxt. Mana bu yerda eski motori chiqib ketgan ekan. Demak bu Jetel yangi narsalar olib kelgan ekan. Yangi motor, yangi eshik, yangi narsalar. Eskisini otib yuborganmi qayoqlargadir, bilmadim. Mana bu narsalar men ham shu yoqqa otib yuborayinchi, baribir kerak emas u menga. Xo'p, mashinani parkovkaga haydab olib boraman. Uyning oldida parkovka menimcha yo'q. Uyning oldiga emas, ko'chadagi parkovkaga borib qo'yaman. Xo'p, ko'chamizda parkovka bor edi, adashmasam yaxshirog'idan. Mehmonxonani oldida kattaroq parkovka bor. Boshqa joyda umuman olganda parkovka yo'q. Faqat o'sha mehmonxonani oldidagi parkovka bor. O'shaning uchun faqat o'shanga borib parkovka qilib qo'ysam bo'ladi. O'zi bitta mashina turardi oldin, egasi haydab ketgan shekilli yo'q. Xo'p, tak to'g'rilab qo'yish kerak. Menimcha u Jetel mehmonxonada yashardi, chunki uy yo'qda uni. Uy yo'qligi uchun ham har kuni kunlik pul to'lab yashardi. Ana qizni oldida sharmanda bo'lmay deb, o'zimda uyim deb aytadim bor mehmonxonani. Xullas shunaqa, tayyor. Endi u kelib mashinasini haydab o'sha qizni oldiga uchrashuvga ketsa bo'lgani, hammasi tayyor. Endi eshigini yopib ketaman.